Xudojon. Boshim aylamayapti. Lekin nega bo'lmasa, tushundim. Yaxshilab urilgandim. Kimdi men urib, aytgancha meni gol to'ldirib deysizmi bo'lsa? Gol to'ldirayotgancha meni. Endi nima qilaman ekan? Hoy, bu meni men qam qo'yganmanmi? Men sen qam qo'ydingmi, Koki? Men oldimga keling. Men sen qam qo'ydingmi? Hadayi. Meni qo'yib yubor. Yo'q. Nima qilsam qo'yib yuborasan? Qamoqdan qochib ketsangiz, meni oldimga kelsangiz, sizga zo'r narsa beraman. Zo'r narsa berar ekan. Tak, meni inventarimda nima bor va men nima qilishim mumkin? Meni blogim ham yo'q. Demak, bu chiqish yo'lini biladi. Demak, nima qilsam bo'ladi? Har doim menasi. Hozir bilan salmashmayman bozim men. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men Baronjon. Bolalar nimagadir yana meni qam qo'shdi. Nega video chiqmadilar desalaring, o'lganimdan keyin meni ancha hushimga kelolmadim. Doktorlar meni ancha vaqt tekshirishdi. Biroq endi tirilib, endi uyimga qaytdim, uyimni yana qo'ladim. Qo'pish qilib tursam, mana Ko'ki meni yana menga qarab o'tiribdi-da. Endi men qanday chiqishni o'ylab turibman. Nima bu? Vobshem easy-ku, Ko'ki, tuzog'i. Shuni boring. Jinnimisiz voyaga? Endi roqayotgandi. Buni o'zimizdan olamiz. Men oldimga kel, tezroq. Noz boryapman. Bera borish mumkin emasmi? Lekin. To'xta, bera nimalar bor? Damlamalar bor ekan. Nima? Bu o'qiyapsan. Kim yozgan buni? Kirka. Nima bor ekan? Shu ayting, menga tashay. Hozir. Sen urushishga berimcha kerak bo'ladi. Sen 100% oxirida sen meni tinchlik qo'yib olmaysan. To'g'rimi? Menimcha qarshilik. Qanaqadir damlama, o'g'ilga qarshilik. Mana bu o'qiyapsan bu. Yo'q. Bu bo'lsam buni nima qilib siz nima qamoqxonani degan. Minday. Ya xudo. Ana unday. Ketibdi. Jonim ketyapti. Mana tasha. Yaxshi jonim to'ldi. Mana qaysimda ekan. Bo'ldi, nima qoldi endi? Bu nima balo bo'ldi? Bu nima balo? Ichida narsalar bor ekan. Ashlim menga biday iltimos. Sen bilan jang qilgan paytim kerak bo'ladi. Yo'q, siz bilan jang qilmayman. Jang qilmaysan, sen qutqarishim kerakmi? Sizga men o'ldirmasangiz sizga qilich beraman. Cho'chqa o'ldiradi-ku har kuni meni. Shunaqa beraman. Cho'chqani qilich berasanmi? Yo'q, mana o'ldiradi-ku oltin qilich. Olmos qilich. Ana. Voy, Ko'ki, qandaysan? Yaxshimisan? Men, oling. Tasha. Bolalar, Ko'kini topdik. Endi zo'r ish qilamiz. Qo'ling ko'tar. Menga olmosni beray, olmos qilishda. Taslim bo'l. Taslimman lekin. Bu bo'lsa o'ldirib tashlayman, sen nekroydda. Men senga foydat, yordam beringlar. Stop. Hozir ko'ramiz. Hozir kiyimlarni yechib, to'p, hozir kiyimlarimiz urushlar. Doktor. Qoch. Kiyimlarni yo'q, qilichim, yo'q. Jaramiz. Shuncha qiyin. Men qaydadir spam bo'ldim va hozir bu Ko'kini o'ldiramiz. Baka, yaramas Ko'kini. Masiga garang o'yin. Oy, urinni. Birga bir po'pi qilasan, birga bir. Chiqib ketdi o'yindan. O'zbekiston ushlayman seni yaramasda. Yugur. Yugurdik.
O'yindan ham chiqib ketibdi-mi? Buyoqqa yaramasmi? Burchak. O'ldirib qo'ydi. Yana o'ldirib qo'ydi. Bo'ldi bu. Bu narsalar bu oson bo'ladi-de. O'lasan buyoqqa. Damlar bormikan? Damlamalar hali ham. Damlama. Damlama kerak. Bozor bizga damlama kerak. Damlamalar bo'lsa shundan biz nima qilishimiz mumkin. Qasing zo'rsa beraymi senga? Yo'q. Bo'pchi, zo'rsa beray faqat qilaverasan, maylimi? Qamon o'qi, ma. Mana o'qi. Mana o'qi. Men Nima deb yozilgan deyim? O'qib beraymi senga? yo'q, o'zim o'qiyman. Ha, o'qichi? Ha? Videoni endi boshlatgandim. Buni dedim sizga. Nima deb yozilgan? O'qib beraymi? Nima deb yozilgan ekan? Ayshi uni o'ldirish kerak deb yozgan ekan. Po'q yebsan deb yozilgan. O'qal. Stolmaysan. Kal, yo'qol. O'sroq qo'ngiz. Yo'qol, o'sroq qo'ngiz qiroli. Yo'qol, o'sroq qo'ngiz qiroli. Ber, narsalarimni ber. Bilmayman. Nimaga? Ber. Sandiq qo'ying, sandiq. Sandiq hozir. Ana sandiq hozir. Ana. Ma, buyoqqa. Endi sandiq. Ke. Mana. Buni qilamiz. Ay, qochdir-da shunchun. Urma meni. Urma. Nima qilasiz ekan, ha? Urma. Kuchuk. Sen o'ldiraman hozir buyoqqa. Buyoqqa sezam senga. Kuchuk. Sen tutib olaymi? Qandaysan? Hop, yashim oldim. Hop, chiqdim. Hop, yashim oldim. Hop. Aka jim qiling, bitta tamam bo'ldi. Aka o'lmaysiz-ku. Yo'q, o'lib qolaman. O'lmaysiz aka. Men nima deysan? O'lmaysiz. Bitta tamam bo'ldi aka. Yaramas kuchuk buyoqqa urma seni. Ursam urib o'ldirardim, shom. Yashim. Nima deysan? Ay, yomon deydi. Kuchuk o'cha. Baqay tog'asi. Kuki pocha. Garang. Qaniysan, garang brat? Garang brat. Meni ozod qil. Yo'q. Meni ozod qil. Hozir. Meni ozod qil. Meni o'ldir. Kim meni o'ldir? Ma. O'q, meni o'ldir. Ol. O'ldir. Komandot. Yaxshi, hamta. Tis. Hamta. Yana. Tis. Yana. Yes, ozodman. Ozodlik. Sen chiqishni baqa olmaysan. Seni o'ldiraymi? Allama. Qandaysan? Qatlamajon. Qoch. Yes, bolalar ozodman. Ozod qushman. Keyingi videoda nima qilaylik? Aytinglar, bunda bu qamoqxona chipoqa menga. Shunday bir qamoqxona qurishda aytinglar, qanaqa bir tuzoqlar qo'yinglar, qanaqada bir nimalardir aytinglar. Yig'lavordi hozirda. Mana ukam yangi chiqarish bo'ldi. Sakra. Молодец, Kuki. Ko'ryapsizlarmi? Chiqib ketishda eng zo'r yo'l shu bo'ladi. To'g'rimi, Kuki? Ha. Nima deyish kerak menga? Rahmat. Bo'ldi. Keyin bolalar nima qilsin? Keyingi safar din ayt. Parkurda o'tamiz endi. Da yana
program keyingi videoda va bolalar kimga video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda nima haqida bo'lsa kommentda yozib qo'yinglar. Oson narsa komment uchun yozasizlar. Shu komment yozsa chotki bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. So'ng piyoslar ham uni chaqiramiz Goldni ham. Urma! 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 Qo'tti!